Biz yoshligimizda ham shunaqa rolilar bo'lar edi. Rolini qarang, ipli bo'ladi, ipni baylab olasiz. Вообще apasini mana o'rtasidagi narsa turibdi, u cho'ziladi. Misol oyog'ingiz uzun bo'lsa, uzun qilsangiz bo'ladi, kichkina bo'lsa, kichkina qilsangiz bo'lar edi-da. Shunda bizga ham olib berishganda, birinchi olganimizda shu orqa bachasi yiqilganman o'sha narsalarning. Вообще. Keyin silliq joyda uchib bo'lmaydi. Keyin mana to'g'risi plastmassaligi uchun rolik yonlari plastmassada oyoq shilaveradi. O'sha paypoq kiyib iloji bo'lsa uchish kerak. Bolangizga olib bersangiz bo'ladi. Bu 48 ming so'mga tushar ekan. Dastavkasi ham bepul. O'zi asli 121 ming so'm. Buni xarid qilish uchun Yandex.Marketga kirasiz, shu rolik topasiz. O'zi asli 121 ming so'm turibdi. Buni savatga qo'shasiz. Savatga qo'shganingizdan keyin promokod degan joyga sizga 60 promokodini yozsangiz 48600 so'mga tushar ekan. Bo'lib to'lashga 8834 so'mdan ham olsangiz bo'ladi. Yaqinlarga yuborib qo'ying, kommentariyada yozing, siz ham shu rolikda uchganmisiz?